19 yoshimda shunaqa ko'rinishda bo'lganman. Hozir esa ko'rib turganingizdek. Va bugun meni ham tashqi, ham ichki o'zgarishimga sabab bo'lgan 3 ta asosiy faktor haqida gaplashamiz. Birinchi o'rinda albatta bu blogging, zamonaviy dunyodagi eng tez sotsial lift. Undan tashqari mashhurlik bilan hayotingizga juda ham ko'p har xil odamlar va moliyaviy mustaqillik keladi. Ikkinchisi bu jamoa. Jamoada ishlaganingizda har doim jamoaga sizdan yaxshiroq odamlar qo'shiladi va ularni har bitta plus jihatini o'zingizga olishga harakat qilasiz va sootветственно o'sasiz. Chunki agar siz lider bo'lishni xohlasangiz, hamkasblaringizdan yaxshiroq bo'lishingiz kerak. Uchinchisi bu psixologiya va o'z-o'zini analiz qilish. Haftada bir kun ajratib, har doim qatga ketayotgani, maqsadlarimga erishyapmanmi, yo'qmi, nimalar qilyapman, atrofimdagi odamlar kim? Shu savollarga javob berishga harakat qilaman. Undan tashqari psixologiya haqida juda ham ko'p material o'qishni boshladim va bu kommunikatsiyada juda ham katta yordam berdi. Sizga o'sishda nima yordam beradi? Izohlarda yozib qoldiring va albatta obuna bo'lishni unutmang.